Vau, qizlar, men prosta shokdaman. Ruchka izini oddiygina bitta vosita bilan ketqizsa bo'lar ekan. Instagramda shu videoni ko'rganimdan keyin men ham shunaqa video olsam, onajonlar uchun juda ham foydali bo'ladi deb video olishga harakat qildim, lekin bu eksperiment menda umuman o'xshamadi, lekin xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib tayyorlagandim, lekin ko'ynagim shunaqa ruchka izi bo'lgancha qolib ketdi. Lekin menda Timsons'da xuddi shunaqa kapsulalari bor. Kapsulani teshib, ruchka dog'larini ustiga quydim va влажный salfetka bilan yaxshilab ishqalavordim. Ko'rib turganinglardek ruchkadan umuman asar ham qolmadi. Endi buni yuvishga kir moshinaga soldim va Timsons'da xuddi shunaqa kapsulalardan ham bittasini kir moshinaga sovordim. Timsons mahsulotlaridan foydalanib kirlaringizni yuvadigan bo'lsangiz, kirlaringizni juda ham oppoq qilib tozalab beradi. Uni ustiga hidi bir hafta davomida kiyimingizda saqlanib qoladi. Ko'pirishni bo'lsa o'zingiz ko'rib turibsiz. Endi rubashkamga qaytadigan bo'lsak, yuvilib chiqqandan keyin mana ko'rib turibsiz, ruchka dog'lari umuman qolmadi. Yosh bolasi bor onajonlarga jo'natib qo'yinglar. Timsons mahsulotlarini bo'lsa Uzum Market va Yandex Marketdan xarid qilib olishingiz mumkin.